Neyse, ona bu Begmano Aygül kızımız hünermençilik boyunca, kol mehneti boyunca zargarlık düğümleri, güller, eser şagirdleri bular. Şagird çıkarıp öğretip, şuma mufide joylashgan. Bilamizdan bir xona ajratdik hünermençilik uchun Aygül kızımızga. Mana qo'g'irchoqlar ham bor, hozir ko'rkazaman. Bularım hammasi qo'l mehnati jarayoni. Aygülki hammasini qo'lda to'qidim men. ama qo'lda to'qimalar. Kriyalari naqd qiladi. Yaqinda Qo'qon shahrida o'tkazilgan festivalda qatnashib keldi. Sertifikatlari berilgan. Hünermenler iş yükmesiga a'zo bo'lgan manaki shartnomalari nasib. Shunday o'qish istagini bildirgan, hozir kunda ishsiz o'tirgan ayol qizlarimizni o'qishga taklif qilamiz. Hünermenga shogirdchilikka tushuvni hammasini o'rgatadi mana shu yerda. Sıralar, oldu işte yani.